Uyda o'ltirish nima degan zerikishlik deb o'ylayapamsiz? Undaqda uyda o'ltirib bu ishlarni qila oladingizmi? Bo'statqonni tozaladingizmi? Gaz o'choqni pokiz surtdingizmi? Qozonning teshini pokiz yuvib paqratdingizmi? Derizlarni pokiz surtdingizmi? Aynaklarda barmoq izlari bormi, yo'q? Deriza pardasini pokiz yuvdingizmi? Karvat va sofa ostini pokiz tozaladingizmi? Karvat kirligi, yotgan qipi, sofa yopqichlarini pokiz yuvdingizmi? Kiyim shkabini ratladingizmi? Uydagilarning oyog'ini pokiz surtib paqratdingizmi? Kiralg'oning ishchi teshini pokiz tozaladingizmi? Havo tangshig'ichning suzgichini yuvib tozaladingizmi? Har bir uyning chiroqlarini surtib tozaladingizmi? Dori sandiqidagi dorilarni turga ayirib ratladingizmi? To'nglatqoning ichini tozaladingizmi? Shkafning ichini ratladingizmi? Qishliq va yozliq paypoqlarni ayirib ratladingizmi? Ishlatmaydigan keraksiz narsalarni tashladingizmi? Uydagilarga o'xshitib tomoq etib berdingizmi? Farzandlaringizga hikoya so'zlab berdingizmi? Darslarni takror qilishiga yordamlashdingizmi? Birga o'yin o'ynab baqdingizmi? Uydagilaringiz bilan qong'udak paranglashib baqdingizmi? Yuqorqi ishlarning hammasini qilish uchun nurg'un vaqt sarf bo'ladi. Uyda jim o'ltirib bu ishlarni qilmay sirtlarga qatirab nima qilasiz? Ertadan boshlab bu tizimlik bo'yicha birma-bir qilib chiqsangiz, ko'nglingiz azad